Nima uchun transformerlarni yaxshi ko'ramiz? Sababi oddiy, ulkan robotlar, chiroyli mashinalar va epik janglar. Bugun yana sizlarni transformerlar olamiga olib kirmoqchiman. Transformerlar olami haqidagi bilimlaringizni boyitar ekanmiz. Bugun e'tiboringizga transformerlar olamidagi top 20 ta eng katta robotlar haqida aytib bermoqchiman. Ro'yxat Michael Bay olamidan tuzilgan. Videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'ling. Sababi eng qiziqarli videolar aynan shu yerda. Demak, yana Cybertronga yo'l olamiz. Megatron transformerlar olamining asosiy figuralaridan biri. U birinchi filmning asosiy yovuzi. Boshqa filmlarda esa ikkinchi darajali rolda chiqqan. Megatron shu paytgacha ko'rinishini juda ko'p marta o'zgartirgan, ammo uning bo'yi deyarli o'zgarmasdan qolgan. Uning bo'yi 17 metrni tashkil etadi. Shockwave olim Decepticon'ni eng xavfli Decepticon deb atash mumkin. U Megatronning eng kuchli askarlaridan biri. U rahmdillik va shafqatni bilmaydi. Aytishlaricha, u Megatronni yenga oladigan yagona Decepticon. Uning bo'yi 12,2 metrni tashkil etadi. Optimus Prime Avtobotlar yetakchisi so'nggi Prime faqat adolat uchun kurashadigan Optimus ham ko'pchilik uchun jiddiy dushman. Odatda Optimusning bo'yi 8,5 metr deyilgan, lekin ikkinchi qismda u Jetfire bilan birlashadi. O'sha paytda uning balandligi 12 metrni tashkil etgan. Primelar. Dastlabki Primelar Primus tomonidan yaratilgan eng birinchi transformerlar edi. Ular Cybertron jamiyatining asoschilari. Ular Cybertron rivojlanishi uchun juda ko'p ish qilishgan. Sayyoraning butun taqdiri ularga bog'liq bo'lgan. Ular sayyorani uzoq yillar boshqarishgan, lekin yangi resurslarni kashf etish uchun koinot bo'ylab sayohat qilishgan. Primelarning bo'yi deyarli bir xil bo'lgan. Ularning balandligi 12 metrdan 13,5 metrgacha bo'lgan. Infernicus transformerlar yaratuvchisi Quintessaning sodiq askari edi. Quintessa uni ritsarlardan keyin sodiq qul bo'lishi uchun barpo qilgan. Infernicus 6 ta alohida robotdan tashkil topgan. Ular birlashib ulkan robotni tashkil qiladi. Infernicus ham juda xavfli robot. Qurol sifatida 2 ta pushkadan foydalanadi. Uning bo'yi 13 metrni tashkil etadi. Fallen Oldinlari uni Megatronus deb atashgan. Primelar ichida qattiqqo'li va keskin qarorlar qabul qiluvchi. Megatronusga boshqa Primelarning haddan ziyod mehribon ekanligi yoqmasdi. Shuning uchun ularga xiyonat qilishga qaror qildi. Decepticonlar fraksiyasining asoschisi. Kino olamida Fallenning bo'yi 13 metrni tashkil etadi. Scrapper U Transformerlar 2 filmida chiqqan. U Devastatorning qo'liga aylanadi. Uning bo'yi 13,7 metr. Jetfire eng birinchi Decepticonlardan biri. U Matritsani izlash uchun yuborilgan 10 ta Decepticondan biri edi. Jetfire Matritsani topgan, lekin o'sha paytda Decepticonlardan hafsalasi pir bo'lgan va Cybertronga qaytmaslikka qaror qilgan. Jetfire SR-71 Blackbirdga aylanadi. Juda katta samolyot. Robot shaklida, uning bo'yi 15 metrdan balandroq. Grindor Cybertronlik strateg edi. U raqibining harakatini oldindan seza olardi. U jangda o'z instinktlariga tayanadi. U Optimusga qarshi jangda qatnashgan. Uning bo'yi 15,2 metrni tashkil etadi. Stray U ozod qilingan dinobotlardan biri edi. U Bumblebee bilan yonma-yon jang qilgan. Stray 2 boshli apterozavrga aylana oladi. Uning bo'yi 17,3 metrni tashkil etadi. Lekin dinobotlar ichida eng kichigi edi. Longhaul Decepticonlar ichida eng baquvvat robotlardan biri. U haqiqiy yanchar mashina. Kamdan kam robotlar uning zarbasidan omon qoladi. U ham Devastatorni barpo qilishda yordam beradi. Longhaul Devastatorning o'ng oyog'iga aylanadi. Uning balandligi deyarli 20 metr. Dragonstorm Quintessaga xizmat qiladigan 12 ritsarning birlashishidan barpo bo'ladigan ajdar. Balki ular Cybertrondagi eng birinchi yagona obyektga aylana oladigan jangchilar bo'lishgan. Ular haqiqatni bilgach, Quintessaga xiyonat qilib qochib ketishgan. Alohida ularning bo'yi deyarli Optimus bilan teng, lekin ular birlashib ajdarga aylanganida ularning bo'yi 21 metrni tashkil etadi. Ajdarning qanotlari esa 90 metrdan ko'proq. Slug Optimus tomonidan ozod etilgan dinobotlardan biri edi. Jang maydonida unga hech narsa to'sqinlik qilmaydi. U ulkan Triceratopsga aylana oladi. Uning dumidagi o'tgan nayzalar jangda istalgan dushmanni yanchib tashlashga yetadi. Robot shakl o'lchami tufayli noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun ko'pincha dinobot shaklida jang qiladi. Slugning bo'yi 21,6 metrni tashkil etadi. Demolisher Bu ulkan Constructicon Transformerlar 2 filmining boshida ko'rsatilgan. U o'z atrofiga bir nechta kichik Decepticonlarni yiqqan. Aynan u Fallen qaytishini aytgan. O'tmishda u harbiy strateg va kuchli jangchi bo'lgan. Uning bo'yi 22,5 metrni tashkil etadi. Grimlock
Grimlock Lockdown kemasida asir edi va Optimus yordam kerak bo'lganida uni ozod qiladi. Jangchi sifatida uning ishonchini qozonish uchun Optimus Grimlockni jangga chaqiradi. Optimus uni o'z o'lchamidan foydalanib yengadi. Grimlock ulkan tiranozavrga aylana oladi. Uning tishlari juda o'tkir, og'zidan olov furkay oladi. Grimlock Cybertronda mavjud bo'lgan eng kuchli jangchilardan biri. Uning bo'yi 25,6 metrni tashkil etadi. Scorn ham dinobotlardan biri. U haqiqiy qiymalash mashinasi. Uning robo ko'rinishi ritsardek, bitta qo'li nayzali zanjir. Uning zarbasini tasavvur qilavering. Scorn spinozavrga aylana oladi. Uning yuqori qismlari ham nayzalar bilan qoplangan. Kichikroq o'lcham unga yuqori tezlikda chopishga yordam beradi. Scornning bo'yi 26,5 metrni tashkil etadi. Devastator o'zining katta o'lchami bilan lol qoldiradi. U 7 ta alohida mashina yig'indisidan tashkil topgan. U gigantlar ichida gigant. U og'ir vazni sababli 4 oyoqda harakatlanadi. Uning asosiy quroli yutuvchi mexanizmi. U ishga tushganida yo'lidagi istalgan narsani yutib yuborishi mumkin. Uning bo'yi 33 metrni tashkil etadi. Driller uzoq yillar Cybertron yer ostida yashagan ulkan qazuvchi maxluq. U Shockwave'ning uy hayvoni va harakatlanuvchi transporti. Uning buyrug'i bilan vayrongarchilik uyushtirishi mumkin. U xuddi yer osti chuvalchangiga o'xshaydi. Tartibsizlik uyushtirish bo'yicha unga teng keladigani yo'q. Drillerning uzunligi 330 metrni tashkil etadi. Unicron uzoq yillar oldin paydo bo'lgan. U yovuzlik va betartiblikning timsoli. U hech bir transformerga o'xshamaydi, sababi u butun boshli sayyoraga aylanadi. U filmda bizga ko'rsatilmagan, lekin shoxlari ko'rsatilgan. Ammo bizga ma'lumki, u yer sayyorasiga aylangan. Demak, uning bo'yi 12,000 kilometr bo'lishi kerak. Primus Unicron bilan uning akasi Primus ham paydo bo'lgan. U mehribonlik va yaxshilik timsoli edi. Aynan u barcha transformerlarning yaratuvchisi. Uning alt modi Cybertron sayyorasi. U yer sayyorasidan 2 marta katta. Shunday ekan, uning balandligi 24,000 kilometr bo'lishi kerak. Transformerlarning yaratuvchisi sifatida u bugungi topda birinchi o'rinni olishga loyiq. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Transformerlar olami haqida qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.